Yuzingiz shunaqangi yaltirashini xohlasangiz, quyidagi xodlarni qilishingiz kerak. Avvalo makiyajni yaxshilab micellar suvida tozalab olamiz. Meni eng yaxshi ko'rgan favoritim bu Bioderma brendi. Undan keyin gidrofil yog'i bilan qolgan qoldiqlarni tozalab olamiz. Ko'zimga ham bemalol ishlataman, chunki umuman achishtirmaydi. Yuzimni yaxshilab yuvib olgach, mana shunaqa gel penkani ho'l qo'llarimga surib, keyingi etapga o'taman. Penka bilan yuzim 100% toza bo'ladi. Yuzimni yuvgach, sochiq bilan yaxshilab quritaman. Shunaqangi matoviy effekt bo'ladi. Keyin esa men sevimli tonerim, uzrasizlar. Men sevimli tonerim bilan yuzimni polni cho'miltiraman. Tonerni yuzga yaxshilab avaylamasdan sepish kerak, chunki mana shunda effekti bilinadi. Mana shunaqa nam va suvlik bo'lib turish kerak. Keyin esa yaxshilab quritib olaman. Keyingi etap siviritka. Bu juda ham zo'r siviritka, effektini bittada bilganman. Va albatta, bo'yningizga ham surishingiz kerak, chunki bo'yin yuz bilan bir xil qariydi. Buni ham yaxshilab quritib olgach, 345 kremiga o'tamiz. Juda ham mayin teksturalik, yoqimsiz hidi yo'q, terni yaxshilab tinchlantiruvchi krem hisoblanadi. Yuzimni yaltillab turishiga mana shu kremning hissasi juda ham katta. Voila, ko'rib turganingizdek, yuzim mana shunaqa sog'lom yaltillab turadi. Yoqqan bo'lsa, like ni bosib qo'ying.